Assalomu alaykum barchaga hurmatli obunachilarimiz, yaqinlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozoridamiz. Xudo xolasa pul arzon mashinalardan videorolikimizni boshladik. Bu yoqqa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringizni kommentariyalarda qoldirib o'tishinglar mumkin. Qani bo'lmasa boshlaymiz do'stlar. Hafta kuniga juma, barchangizni juma yo'q bilan tabriklayman. Bozorni bitta ko'rib qo'yinglar, akalar. O'sha mashina chiqmay ham qo'yapti juma kuni. Cho'ta bozor yo'q bo'lib ketadi shekilli, shep. Internetdan sotamiz. Yaxshi. Nechinchi yil bu? 98-yil ishlab chiqarilgan. 98-yil ishlab chiqarilgan Bardoviysidan do'stlar. Ko'ringlarchi. Motor holatiga bitta baho berib qo'yinglarchi, tayyorlanishiga akalar. Mana shu holatlari. Mashina holatlari ancha tetik ekan. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Rasxod qilib yurmaysizlar. Bardoviydan, Qizilidan minaman deganlar bo'lsa, mana mexanika korobka deb qo'yman akalar. Spark rullar. Tikoda avtomati bormi yo'qmi? Akalar nima deysizlar? Yaxshi mashina, lekin avtomat korobkasini ko'rganmanmi yo'qmi? Mashina holatlarini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Yaxshi holatda, chiqim rasxodlari yo'q. Motor korobka hadovoylari yaxshimi aka? Motor korobka hadovoylari kraskasi ham ostida ko'p pas. Aha. Detali petnosi bor. Ha, bu ham petno. Unda qimmat aytib o'rasiz ekanda, shep. Beramiz, lekin bu pulga mashina hammasi. Aha, 2,5 ming kami bor. Qiziqib qolganlar bo'lsa, variant nasiya ham qilib beramizmi yo naqmi? Endi o'sha nima desangiz, ancha pulim bor, qolganini bir oy ichida beraman desa, bera olamiz to'g'ri. Birar oyga bo'lsa yengilroq kelishsa bo'laradi. Yaxshi, telefon nomerlari nechi? 99 362 63 32 raqamlariga telefon qila olamiz jigarlar. Bozor bo'lmadimi? Yo'q. Mashaqatga qimmat qo'yadigan akalarimiz yana 2000-yil ishlab chiqqan propani borni. Arzonroq qo'yamizmi buni? 1200 dan o'tadi. Mana akalar yarim puliga ham bor ekan mana. Propan, gazi ham bormi ishqilib? Ruxsatchi? Propan yo'q. Balonlari o'rtacha holatda. Salonlarni ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Holatlari yaxshi. Endi akalar o'rtacha mashina 2000-yilmi bu? Gazini ham bitta ko'rsatib o'taylik. Ochilaman orqasi. Ostiga ochiladi, qani ochib beramiz. Ochilsanglar. Ha bu ochilmasa qo'yavering aka. Propan nechtalik? 35 talik bo'lgan bo'lardi-ku. Nechtalik dedingiz? 35 talik bo'ladi. 35 talik propanga. Ustitrlarni olib popdan egasi. Orqasida narsalari bor ekan. Xo'p, endi gench qoradan motor korobka hadovoylar yaxshimi? Yana chiqoladi, ha. Rasxod yo'q-a? Motor korobka rasxod yo'q, to'g'ri. Puli 1200 kami bor. 200 dan o'tib beramiz. Mingni pastda kelishamizmi? Kelishamiz endi, shef. Naq pushtir bo'lsa, aka. Chiqimlari yo'q deyilyapti akalar. Telefon qila olasizlar. Nomeringizni bitta aytib qo'yasiz. 99 162 aha 63 aha 32. 63 32 ushbu raqamlarga telefon qila olamiz. Do'stlar, mashinani ko'rdinglar mana. Xo'p, bo'ladi mana. 1400 dan tushirsak bo'lmaydimi? 1400 dan tushirsak bo'lmaydimi? 1400 dan tushirsak bo'lmaydi ekan akalar. 2008-yilda bo'ldi, mashinani ham qo'yib qo'yamiz mana. Tiko ham bor ekan aka. Xo'p, 2008-yilda ishlab chiqarilgan akalar Matiz Tiko'larni puliga bitta ko'ringlarchi. Motor korobka hadovoy deyish yo'qmi aka? Rasxodlari yo'q-a buni. G'irt prostoy ekan-a? Prostoy akalar. Balonlari yaxshi holatda turibdi, lekin almashtirib yurishinglar shart emas. Agar kiraparaga chiqaman desanglar ham akalar, mashina tayyor holatda ekan, unaqa rasxodlari yo'q deyilyapti. Xo'p, 223 ming probeg ko'rsatib turibdi. Endi u hech kim bilmasa kerak uni qanaqaligini. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Metani bormi? Ha, bo'ldi, hozir men tugatib olay. Metallari bor-a? Metallari bor, motor korobka hadovoylar hamma yo'g'i yaxshi, xudo xolasa, rasxodlari yo'q. Xo'p, kraskalar endi bordir. Kraska probega bir qop temir o'sha uni. Stokalariga o'tmaganmi, qattiq detaliga o'tib, bir kesib almashgan joylari yo'q-a? Shunaqa joylari yo'q. Puli qancha? Pulini 1600 dan tushib beraylik ozgina. Asha aytganingizdek, naq bo'lsa 1400 ga bera olamizmi? Agar siz kanalingizdan bo'ladigan bo'lsa, baraka. 1400 ga baraka. Akalar, tayyor mashina 1400 dollarga Matiz akalar. 2008-yil, yili ham 2004 mi deb unaqa negativ yozish shart emas. 2008 mashinaning holatlari ham yaxshi turibdi. Motor korobka hadovoyda asosiy ish yo'q deyapti. Dalaga minborsalar ham menimcha akalar jalka emas. Bu yoq to'g'ri sezonlar boshlandi mana. To'g'ri to'ldirib, yemini beraverasizlar akalar.
Nomerlar 99 99 362 362 63 63 32. Ushbu raqamlarga telefon qilaveramiz do'stlar. pul yetmay qolsa o'z orasida bir oy ajdana qilaveramiz. Yana nasiyasi ham bor biror oyga. Ishamiz xudo xohlasa. Gap yo'q. Akalar biror oygacha yana kelishadigan joylari ham bor ekan. Telefon qilaverasizlar. 2002-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Tigu'ni ko'ringlar do'stlar. Oqidan balonlar o'rtacha holatda 2002-yil. Pul arzonidanmi bu? Orqa obshivka, orqa holatlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Oldinlarni ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Pul arzonroqda hidi kelyapti lekin akalar. Gaz paz yo'q-a buni? Gaz pazlari yo'q. Xo'p. Balonlarni aytib o'tdik, o'rtacha yursa bo'laveradi. Orqasini ocha olmadik, lekin ancha-muncha sepadigan joylari bor ekan. Oldi shpakilovkalar yorilib ketibdi. Lanjronlarni bitta ko'ringlar-chi, ustakalar. Motor korobka hadovoylar qanaqa, shef? Rasxodlari qanaqa? Motor korobka zo'r uka. Rasxodi yo'qmi? Olib sarflaydigan joyi yo'q. Rasxodi yo'q. Bu yog'i yaxshi, hamma yo'q. Pulini arzonroq aytaylik endi, arzon mashina ekan-a bu yog'i. $1000 deyatuvdim bozorda. Aha. Uka bittaga aytaman $800 berib yuboraman. 600 ga bo'lmaydimi, shitir bo'lsa? Yo'q, 600 ziyon qilib qolaman. Ziyon bo'lib qolar. Pullar sizni kanalingizdanman deb keladigan bo'lsa uka $50 yana tushiraman. Yana $50. 750 ekanda bu yoq. 700 qilib beraylik, shef to'g'ri qilib. Shitir bo'lsa puli motor korobka hadovoy zo'r bo'lsa, akalar mana $700 ga akalar mana tayyor mashina. Yana oqidan yili ham 2002 ekan. U yoq bu yog'igacha septirib olsanglar, Korobka yurish turishi o'ta zo'r mashina. xo'p bo'ladi, gap yo'q. Karnizlari jinday parad qilyapti. Endi agar bitta qo'shnining kompressorini olib turib akalar, arzimagan pulga berash pakilovkani. Bitta surkab yangi sef qo'ysalar ham o'zidan ham Tayyor bo'ladi. mashina, maza qilib minadigan mashina. Gap yo'q. Raqamlar. Raqamim 93lik, Aha. 250, Aha. 4595. 4595 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Mana sizlarga tayyor mashina. Tikolar oxirgi avlodlarini akalar 2004-yilda ishlab chiqarilgani ko'ringlar-chi. Narxi baland emasmi ish qilib shef, narxi baland biz qo'ymaymiz. Odamlar juda ko'p nima qilyapti. Endi Tiko'ni ishqibozlari bo'lsa bilmayman, lekin ko'pchilikka narxi baland yoqmaydi Tiko'ni. Balonlari o'rtacha holatda, o'zi umuman luboy mashina akalar. 2004 oxirgi avlodlaridan, lekin mashina akalar mana egasi qo'yadi turibdi. Egasini oldida gapirmayapman, lekin realni tetik ekan mashina. Chaklari ham, zazorlar chotki holatda turibdi. Ichlari ham urinib ketmagan mashina lekin. 2004. Mana shu oxirgi chiqqan Tiko'lardan, bundan keyin o'sha chiqmagan. Motor korobka hadovoylar qanaqa? Korobka hadovoy o'ta zo'r. Rasxodlari yo'q-a? Buni uka 1800 dan ozgina yo'qqa beraman. Bo'ladigani 17 ga beraman, aytib qo'yaveray bo'ladigani ham. Bo'ladigani 17. 1700 ga beraman bo'ladigani. $1700 ekan akalar, holatini ko'rdinglar. Kraskalar qanaqa endi bunda? Bir so'rasak bo'ladimi? 30% zo'r, 30-40% zo'r. 30-40% atrofida. Lanjronlar, nimalar ham yo'q, butun aka. Ochingda oldilar. Mana akalar bitta ko'ringlar. Juda chiroyli, juda tayyor mashina ekan. Minadigan xudo xolasa. Haqiqatda mashina yaxshi holatda turibdi. Emas uka. Yaxshi. 1700. Yana chepchot berarsen, bozoru. 18 ga deyapman, boring shu 17 ga olsa berib yuboraman aka. Buni ani bo'ladigan qilib aytib qo'ydim aka. Xo'p, raqamlar. Raqam uka 93lik, Aha. 250 4595 ga. 4595 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar mana. O'chirmay turing, qo'shimchalarim bor uka. Xo'p. Uyda uka 3 ta tikoyim bor yana. 3 ta Tiko. Variantga chiqadigani bormi? Bitta qizilim bor, 2 ta oqim bor yana uyda uka. Ularning pullari qanaqa? Ularni uka bittasini $700 beraman. $700. Bittasini $800 beraman. Bittasini $900 ga beraman. $100 dan farq qilib ketavergan. Tanlab olishadi. $100 dan tanlab olaveradi uka. Gap yo'q akalar. Telefon qilaveramiz. Nomerlarni aytib o'tdik. 93lik 250 4595 ga murojaat qilaveradi. Xo'p bo'ladi. 98-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi ham oqidan akalar. Ko'ringlar-chi. Holatlarini yoqib qolsa aloqaga chiqib olasizlar. Motorlar ideal dediz aka. Hadovoy korobkalar-chi? Hadovoy korobkalar ham zo'r. Mashinaning holatlarini o'zingizlar ko'ringlar mana akalar. Oldilari ham yaxshi ekan, lekin balon holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Salon qismlarini aytadigan bo'lsak, o'zingiz mingan mashinami aka bu? O'z nomingizda gen qilib beraverasiz. Luboy dokument qilib beraver ekan. Akamizni o'zining nomida ekan, dehqon egalaridan akalar. Gaz pazlar yo'q-a? Gaz yo'q, benzinda yuribdi. Zapaskalari ham, qozon ham yo'q, butun deyilyapti akalar. Dehqon egalaridan ekan mashina. Qancha aytilyapti aka endi bunga bir? Qancha? 1.5 kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi?
Faqat naqd pulga. Naqd arzonroq qilib berasiz-da, xudo xolasa. Telefon nomeringiz nechi? 94lik 94lik 3'te 8 3'ta 8 91 80. 91 80. Ushbu raqamlarga telefon qila olamiz do'stlar. Moshdan holatini ko'rdinglar. Nech pul bermayapsiz endi buni? Har xil qilishyapti endi. Balati. Ular 9 ham qilishdi. 900 atrofida savdo bo'lyapti. Naqqa. Qo'shsa kelishiladi. Xo'p, bo'ladi. 99-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Ko'ringlar-chi. 99 ko'kidan deymizmi akalar, yashilidan deymizmi, shunaqasidan bitta ko'ringlar-chi. Yashil dekorlardan akalar. Motor korobka hadovoylar yaxshimi? Rasxodlari yo'qmi? Motorlar yaxshi, hadolar yaxshi. Hamma yo'g'i yaxshi. Variantga ham beraverasiz-a buni? 3-4 oyga variant nasiyaga kelishila olar ekan akalar. Moshdan holatlarini o'zingizlar bitta ko'ringlar. Oldi ochilmayaptimi? Yo'q, bunda kimlar qo'ygan? Ochilmasa qo'yavering. Motor korobka hadovoylari yaxshimi? Oldilari ham bitta. Qattiq urilib netgan joylari yo'q-a? Mana akalar. Qanday holatda? Bitta ko'rib qo'yasizlar. Holatlari yaxshi, motor korobka hadovoylarda ishi yo'q deyilyapti. Kraskalari bordir endi. Kraska bor, doring. Qattiq urilgan joylari yo'q. Orqa oldi butun. Yaxshi. Mashinaniki. Pulini arzonroq aytamizmi? Uka mana aytayman, buni hozirgi 600 ni bersang, Aha. $600 3-4 oyda bersam kelishaveraman. 600 ni bersa, 600 ni 3-4 oyda beraveradi. Jami 1200 ga tushadi. Hech qana qo'shilmaydi uka. Yaxshi gap yo'q. Akalar moshdan ko'rib bitta ko'ringlar, yoqtirib qolsanglar, bosib oladigan joyi, telefon raqamlaringiz? 93lik uka. 93lik 444 444 72 70. 72 70 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Moshdan holatlarni ko'rib turibsizlar. Naqd pulga bozorda nech pul bermadingiz siz Yo'q, endi bo'lmasa? bozorga olib ketdim, uka, men variant qilib beraveraman deb Ha, variantga sotilaveradi, ha? Ha. Xo'p, bo'ladi, aloqa chiqaramiz. 344 93 444 72 70. 72 70 ga telefon qila olamiz akalar mana. 99-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi oqidan do'stlar. Ko'ringlar-chi. Xo'p, holatlarni o'zingizlar bitta ko'rib o'tasizlar. Majron holatlari ham yaxshi holatda turibdi ekan. Motor rasxodlari yo'qmi? Yo'q, yo'q. Motor garobka hadovoylarida rasxodlari yo'q. Balonlar hozircha yursanglar bo'laveradi. Xo'p, salon holatlarini aytadigan bo'lsak, endi kraska probellar bordir endi. Kraska probellari bor endi akalar. O'zingizlar uchun ko'rib tekshirib olasizlar, minib ko'rib agar yoqib qolsa olasizlar. Qattiq urilgan, kesib almashgan joylari yo'q, lekin oldilari butun, xudo xolasa, motor korobka hadovoyda rasxod yo'q deyapsiz. Yaxshi. Pulini nech pul aytamiz endi buni? Arzonroq aytaylik. Asan bor, mana nech pul? $1000 ustidami? Pastda bo'lmaydimi? Faqat naqdmi yo nasiya ham bormi? Faqat naqd pulga. Telefon nomeringiz-chi? 91lik 91lik 484 484 71 nokta oldini ham ko'rsatdim. 71 mana ponni ko'rsatdim. Oldinchini ko'rsatdim. Ha, ichlarini ponni ko'rsatdik. Labo o'ylab tutun aka. Xo'p, bo'ladi. Telefon qila olamiz akalar. Bozor nech pul beryapsiz aka? 1000 so'm beryapti, ustiga bo'lish kerak. Ha, 1000 ustida bo'lsa kelishamiz. Yaxshi, telefon qila olamiz akalar mana. 98-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi oq tikodi ko'ringlar akalar. 98 ekan. Holatlarni aytadigan bo'lsak, oq rangidan. Salonlari ham o'rtacha holatda turibdi. Old orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Gaz pazi yo'qmi buni? Benzinda yurgan mashina. Salonlari ham yaxshi holatda turibdi, orqasi bekik ekan. Motor korobka hadovoylari qanaqa aka? Rasxodlari yo'qmi? Olib bir sarflaydigan joylari yo'q, xudo xolasa. Rasxod qiladigan joylari yo'q. O'zingizlar ham bitta ko'rib bahosini berib qo'ysanglar bo'ladi. Kraskalar bordir endi. Bor bir 15%. 15% atrofida kraskasi bor deyilyapti. Puliga qanaqa aytyapsiz aka buni? Pulini 1200 dan jinni tushib beramiz. 1200 kami bor. Variantlar bormi yo naqli? Chepcha nasiyosi yetmay qolgan 5-4 kun kutaveramiz. Yengil narsa bo'lsa kelishsa bo'ladi, ha? Xo'p, telefon raqamlar? 93lik 93lik 417 417 17 17 28 raqamlariga aloqaga chiqaramiz do'stlar. Mashinaning holatlarini ko'rdinglar. Bozor nech pul beryapti bozor? Bozor nech pul berdi? Bugun pul bermadi, Hali savdo bo'lmadi. Pul arzonidan deb so'ragan yaqinlarimiz bo'lsa 97. Ko'ringlar akalar, 97-yilda ishlab chiqarilgani. Holatlarni aytadigan bo'lsak, motor rasxodi yo'qmi aka buni? 1 gram rasxod qilmaydi. Motor rasxodi yo'qmi? Prikladkasini almashtirib qo'yish kerak ekan. Prikladka almashtirib qo'yish kerak ekan. Rasxodlari yo'q deyilyapti. Balonlari ham
Yaxshi holatda turibdi. Salon holatlarini o'zingizlar bitta ko'rib baho berib bersanglar, endi o'rtacha holatda mashina 97-yillik akalar bu. Tomlari tulagan joylari bor ekan-a? Xo'p, pul arzonidan deb so'raganlar bo'lsa, mana akalar. Xo'p, motor garobga hadovoy deyishib deyapsiz-a? O'ta zo'r. Aka, masalan. Benzinda yurgan mashina. Endi ancha-muncha qarab oladigan joylari bor. Hammasi nimasi bor? Bu yog'i usti radnoniga ko'chib qolgan. Aha, puli qancha buni? Buni $800. $800. Kami bor. Ha, o'tib beramiz. $800 kami bor ekan akalar. Variant nasiyorlari bormi yo Aka, naqdmi? naqd pulga sotamiz. Naqd pulga arzon berib olasiz. Generalni chiqaradi. Gendan 3 yilga gen chiqaradi. 3 yilga generalni chiqaradi. Arzonroq berarsiz naqd pulga. Albatta aka, arzon Nima qiladi. raqamlaringiz? 91lik Aha. 484 Aha. 7104. 7104 ga telefon qila olamiz do'stlar. Holatlarini ko'rdinglar. Koreyskisidan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, 97-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Ko'ringlarchi. Gazlari ham, dokumentlari ham bor ekan akalar. Lanjaron holatlariga bitta e'tibor berib qo'yasizlar, ustalar bo'lsa. Motor korobka hadovoylar yaxshimi? Yaxshi, zo'r. Balonlari ham yaxshi, balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Balon ham yaqinda qo'yilgan ekan. Elektron oynalar. Konditsioner yo'qmi ishqili buni? Konditsioneri yo'q, elektron oynalar 97. Kraska probeylar qanaqa ekan endi buni, oshtog'a? Qancha yuribdi? U o'zinikimikan? Ha, o'ziniki. Ja, ishonch yo'qdir lekin baribir. 400 ming salka. 400 ming atrofida yurgan. Kraskalarchi? Bor, kiroskalar yo'q. Yo'q, bu yoqda bor. Qattiq urilgan netgan joylari yo'qmi? Yo'q, xudo xohlasa. Qattiq urilgan netgan joylari yo'q. Tutun bo'yi. Yaxshi. Buni qancha aytamiz endi, oshtog'a? 1600. 1600 kami bor. Isi kami bor. Variant nasiyalarga berasizmi yo naqdmi? Naqd. Faqat naqd pulga sotilar ekan akalar. Kimga yoqsa telefon qilamiz. Raqamlaringiz nechi? 91lik 91lik 477 80 36. Ushbu raqamlarga aloqaga chiqa olamiz akalar mashina. Bozor puli berdim, bermadimi? Bozor pul bermadimi? 1300 ga narxi bermay turibsiz. Qo'shta kelishiladi. Xo'p, bo'ladi. Akalar telefon qila olasizlar, holatlarini ko'rdinglar.